Salam qızlar, bugun o'tmoqchi bo'lgan darsimiz bo'lsa, guruch mantısı. Bunga biz oldin muvofiq miqdorda yana bir piyola atrofida yetarli holatda guruchni pokiz yuvib suvga chilab qo'yamiz birdama. Mana ko'rdinglar, bir 5 minut suvga chilab qo'ygandan keyin andin buni dumlab olsanglar bo'ldi. Pempenga dumlab qo'yib, endi mavu puroqliq mogo buni uchoqlab to'g'rab olamiz. Andin savizni uchoqlab to'g'rab olamiz. Mana mogo bilan sabzini to'g'rab oldik. Endi mo'ra so'g'ichlab yumshatilgan mo'rni pokiz yuvib, buni ushoqlab to'g'rab olamiz. Endi go'shtga qora yerjig'iroq meyi sal oz bo'lgan go'sht, lo'q go'sht. Buni ushoqlab to'g'raymiz. Bular hozir qiymasi uchun. Mana endi qiymalarni tayyorlab bo'ldik. Qozonga ozroq may qo'yib, bu go'shtni selib qo'raymiz. Go'shtni qo'rib olgandan keyin bu kichik ko'k piyoz, ya'ni shavsong, azroq shavsongni to'g'rab solib, buni aralashtirib birga qo'rib etamiz. Endi buni bir chetga yig'ib qo'yib turib, qoldiq azroq mayda bayamqi sabzi, mogo, mo'rlarni qo'raymiz. Endi azroq tuz solamiz, azroq shakar solamiz. Andin 2 qoshiq shangchou, 1 qoshiq lavchou, azroq oq achchiq suv. Oq achchiq suv bo'lmasam, odatga achchiq suv olsun mayli endi. Odatda tamoqqa solgan. Bularni qo'rib, tuz bilan tangishib olgandan keyin dumlab pishirib olgan guruchni selib, buni aralashtirib qo'raymiz. Mana. Mushoratda aralashtirib qo'rib oldik. Endi shavsongdan azroq to'g'rab, selib buni aralashtirib etamiz. Sus o'tda. Mana qiymamiz tayyor bo'ldi. Bunga tuz bilan tangishib olamiz. Endi mavu bojoz jiltisi, banshir jiltisi. Buni azroq nepizlasanglar bo'ldi, cho'ngaytimiz, azroq nepizlatib yeyib. Mushoratda bo'ldi, hammasi mushorat qilib olamiz. Mana hammasini tayyorlab oldik. Endi bayamqi qiymamizni shunday o'ttirsiga qo'shiq bilan olamiz. Elib buni gul shaklida tugimiz. Qaranglar, mana bu holatda. Qo'l bilan yig'ib tugib olib, mana ustidagi qiymalarni astiga biza besib olsak bo'ldi. Bu gul shaklida chiqadi. Endi biz buni mana qaynayotgan qozonga qasqani selib, qasqani ustiga tizib buni o'rda dumlab pishiramiz. 8 minut atrofida dumlasanglar bo'ldi. Pishgandan keyin kalti shunchalik chiroyli guldaklar holatda pishib chiqadi. Ichidagi qiymasi ko'rinib turdi.